Keling, kichkina xonim. Nima xizmat? Menga to'rtta chitir sabzi bervoring. Voy, buncha pulni qayerdan oldingiz? Hozir olib chiqib bersin. Marhamat. Rahmat. O'zing qarab turing, men hozir. Yoqimli ishtaha. Rahmat. Bittasini yedim qo'yganimni onamga olib boraman. Onang o'zi qayerda? Uyda kecha ishxonada yopib tushib oyog'ini sindirib olgandilar. Demak, onam tuzalib ketguncha men ishlab ovqat olib borishim kerak dedim-da, onamni o'rniga ishga chiqib pul topdim. Zo'r-ku. Onang qayerda ishlaydilar? Onam restoranda farrosh edilar. Men borib onamni o'rniga ishlayman deganim xo'p deyishdi. U yerda kichkina stakanlar bor ekan. Unga faqat meni qo'lim sig'ar ekan. Ular yuvib berganini 5 ta pul berishdi. Shuncha ish qilganing uchun senga shu pullarni berishdimi? Ha, jami to'pda hisobga yetmaydimi avvalgi? Yo'q. Kam emas, bu aksincha. Ko'p. Bilasanmi qay darajada ko'p? Bu shunaqangi ko'p pullarki, sen oying tuzalib ketgungacha har kuni kelib, bizdan shashlik, somsa, xohlagan ovqatingni olib ketishingga yetadigan darajada ko'p bu pul. Rostdanmi? Biray! Faqat bitta sharti bor. Boshqa ishlamagan, xo'pmi? Agar yana ko'p ishlab bunaqa pullarni bizga olib kelib beraversang, biz sendan juda katta qarz olib qolamiz. Bu pullar oying tuzalib ketgungacha ovqatlanishga yetadi. Ertaga yana kelaman, ovqatlarni tayyor qilib qo'yinglar. Shuncha pul berdim axir. Xo'p bo'ladi. Rahmat amaki, baytlaringiz ko'p bo'lsin. Rahmat. Kichkina xonim.